bel og'rig'i, peshobda qon, peshobga tez chiqish, kuchli og'riqlar bu belgi oddiy holat emas. Ya'ni peshobdan tosh ko'chganligini belgisi hisoblanadi. Buyrakdan kichkina toshni ko'chishi ham bemorni hayot sifatini jiddiy buzishi mumkin. Sababi siydik yo'liga bog'liq bo'ladi. Ya'ni siydik yo'li ingichka bo'lsa, unga tiqilgan toshning hajmi kichik bo'lishiga qaramasdan bemorda o'ta kuchli og'riq, bezovtalik shaklda namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Furqat Choriyev, urolog, endurolog sifatida 12 yillik tajribaga egaman. Hozirgi kunda Qarshi shahridagi Profit Max klinikasida faoliyat yuritaman. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz ko'pchilik kuzatuvchilar tomonidan berilgan savollar, ya'ni buyrak tosh kasalligi haqida bo'ladi. Ya'ni buyrak tosh kasalligi bu nima? Qaysi sabablarga ko'ra paydo bo'ladi? Uni qanaqa kechishi va yechimi haqida to'liq qiziqarli ma'lumot beramiz. Buyrak toshi nima? Buyrak toshi bu peshob tarkibidagi tuzlarni kristallarni bir-biriga qo'shilib, qattiqlashib qolishi oqibatida paydo bo'ladi. Odatdagi holatda, ya'ni peshob kasalligi, tosh kasalligi bo'lmagan bemorlarda mayda kristallar peshob yo'li orqali o'zi tushib ketaveradi tabiiy holatda. Bu kasallik bor bemorda esa kristallar bir-biriga qo'shiladi, matritsa hosil bo'ladi va bu matritsadan yiriklash oqibatida siydik tosh kasalligi paydo bo'ladi. Siydik tosh kasalligi asosan joylashuviga ko'ra o'sha buyrakda joylashgan tosh kasallik bo'ladi yoki o'sha peshob yo'liga ko'chish oqibatida uretrga ko'chgan toshlar, siydik yo'li toshlari va qovoqda joylashishi mumkin. Siydik tosh kasalligining belgilari. Birinchi belgi bu bel sohasida, yonbosh sohasida kuchli og'riq shaklda namoyon bo'ladi. Peshobda tez chiqish va bu peshobda qon paydo bo'lish shaklidan kelib chiqadi. Bemorlardagi bu og'riq umumiy aytganda o'ta kuchli, chidab bo'lmaydigan buyrak sanchig'i shaklida namoyon bo'ladi. Siydik tosh kasalligi paydo bo'lishining asosiy sabablari birinchi navbatda bemor kam suyuqlik ichishi, ovqatimiz tarkibi, ya'ni ko'p go'sht iste'mol qilish ham siydik tosh kasalligining paydo bo'lishiga olib keladi. Issiq iqlim sharoiti, dori vositalari, ya'ni antibiotiklarni ko'p iste'mol qilgan bemorlarda ham siydik tosh kasalligi paydo bo'lishi kuzatilgan. Bundan tashqari tabiiy, ya'ni tug'ma nuqsonlar siydik nayidagi torlik oqibatida, siydik yig'ilishi oqibatida siydik tosh kasalligiga sababchi bo'lib qoladi. Zararli odatlar, ya'ni alkogol iste'mol qilish, achchiq sho'r mahsulotlarni iste'mol qilish ham umumiy o'sha siydik tosh kasalligini paydo qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Kasallikning kechishi ikki xil bo'ladi. Ya'ni birinchi turda siydik tosh kasalligining razmeriga bog'liq bo'ladi. Ya'ni 5 mm dan kichik toshlarni kasallikni kechish darajasiga qaraymiz. Ya'ni bemorda og'irlik darajasi yengil bo'lsa, ya'ni bemorda bezovtalik, og'riq kam bo'lsa, bemalol buni konservativ usulda davolashimiz mumkin bo'ladi, kuzatuvda bo'ladi. Lekin qaysi holatda xavfli bo'ladi? Bunga e'tibor berish kerak. Bemorda yagona buyrak bo'lsa, qandli diabet kasalligi bo'lsa, homiladorlik bo'lsa, peshob chiqishi umuman to'xtab qolsa, bu holatda darhol urologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Kasallikni tashxislash bu o'ta muhim hisoblanadi. Odatdagi birinchi tashxislasimiz ultratovush tekshiruvi, ya'ni buyraklarda shish bor yo'qligi aniqlanadi. Keyingi bosqich tekshiruvi asosan MSKT tekshiruvi hisoblanadi. MSKT toshning haqiqiy razmeri, qattiqligi, o'lchami va joylashgan joyi haqida bizlarga to'liq ma'lumot beradi. Bu esa kasallikni kechishi, ya'ni konservativ davolash yoki operativ davolashni bizga yo'l ko'rsatib beradi. Davolash taktikasi siydik tosh kasalligida ikki xil bo'ladi. Bu o'sha tekshiruvlarimizga asosan aniq bo'ladi. Ya'ni toshimizning razmeri 5 mm dan kichkina bo'lsa, bu Yevropa standartlarida ham ko'rsatilgan. Zichligi past va razmeri 5 mm toshlarni maydalab tushirish, ya'ni litolitis terapiya, spazmolitis terapiya orqali davolab kuzatsak bo'ladi. Agarda toshimiz razmeri 5 mm yuqori va zichligi qattiq bo'lsa, davolash foyda qilmaydi va bu holatda operativ davo tavsiya beriladi. Operativ davo, ya'ni operatsiya so'zi bemorlarda qo'rquv paydo qiladi. Hozirgi kunda zamonaviy endurologiya yutuqlari ham shundaki, bemorda hech qanaqangi tig'siz, og'riqsiz, tabiiy siydik yo'llari orqali kesmalarsiz lazer nurlari yordamida foydalanib parchalab toshni olib tashlanadi va bemorga ertasi kuniga operatsiyadan keyin uyiga javob berish mumkin bo'ladi. Bu davolash taktikamiz, ya'ni zamonaviy
endurologik usul Yevropa standartlariga asosan bajariladi. Hozirgi kunda olib borayotgan zamonaviy endurologik amaliyotlarimiz butun dunyo standartlariga mos va dunyoda qo'llaniladigan oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan bajaramiz. Qarshi shahrida Profitmax klinikasida 7 yildan beri mana shu Qarshi shahrida birinchilardan bo'lib amalga oshiramiz. 4000 dan ziyod bemorlarga yuqori texnologik amaliyotlarni bajarganmiz. Mana hozirgina buyrak tosh amaliyotini, ya'ni buyrak LMS tosh qilgan toshni endoskopik usulda, perkutan usulda, ya'ni lazer bilan toshdan maydalab tashladik. Bemor uzoq vaqt tosh qilganligi sababli o'sha buyrakda gidroinfroz og'riqlar bilan ko'p bezovta bo'lgan. Birgina kichkina yarim teshikcha orqali kesimsiz olindi toshlar. Mana bemorimiz marhamat ko'rishingiz mumkin, toshlar olindi. Tabriklaymiz, qutulib oldingiz. Alloh oson qilsin. Endoskopik operatsiyadan keyingi holat. Bemor odatda 1 kun yoki 2 kunda uyiga javob beriladi. Ya'ni avvallari kesma usulda olinardi, bemorlardan 1 hafta, 10 kun, 1 oygacha bolnitsada qolib ketishga talab qilinardi. Hozirgi zamonaviy usullar orqali buni yutug'i o'sha tabiiy sidyular orqali kesmalarsiz bo'lganligi uchun bemorning hayot sifati buzilmaydi, ya'ni sog'lom turmush tarziga qaytishi osonlashadi. O'rtacha ish faoliyati o'sha 1 oyda odatdagidek ish faoliyatini davom ettirsa bo'ladi. Klinikamizda bu kabi amaliyotlar ko'p bajariladi. Har kungi amaliyotlarimizdan birini bemorlarimizning fikrini, operatsiyadan keyingi holatni marhamat ko'rishingiz mumkin. Video davomida ko'rsatamiz sizlarga. Bunda bemorning o'sha taassurotlari, operatsiya haqidagi qo'rquv, bor yo'qligi, umumiy kasallik haqida ma'lumot olish mumkin. Bemorimiz qirit yoshdalar. Bizga kelganlarda buyrak sanchalari bilan murojaat qilgandilar. Bu holatda buyraklarimizdagi o'ziga xosligi amaliyotimizda karalsimon, marjonsimon tosh hisoblanadi, ya'ni buyrak bo'shliqlarining ichidan to'la tosh egallagandi. Bu holatda biza kesimsiz yo'l bilan, ya'ni endoskopik perkutan usulda lazer yordamida toshlarni parchalab tashladik. Mana bugun 2-3 sutka bo'lyapti. Bemorimizga javob beryapmiz. Marhamat, taassurotlarini eshitishingiz mumkin. Men shu buyragim bir 3 oylardan beri qattiq og'riqda yurdim. Mayda og'riq bo'lib yurdi. Mana shu yoqqa kelishimdan bir hafta oldin og'riqlar kuchaydi. Keyin siz yaxshi doktor deb shu joyda menga taklif qilishdi. Kelib uchrashdim. Keyin sразу operatsiya deb dedilar. Keyin operatsiya qilib joyimga o'tkazishdi. Yo, mana Xudoga shukr, hozir og'riqlar yo'q, ketdi. U mana vaqtdan qadalib belga qarab og'riqlar kuchli edi, yo'qoldi. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Suyagim yengil, xursandman doktor sizdan ham. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj tilayman. Har doim mana shu xalq xizmatidan charchamang hech qachon. Rahmat. Bizga o'xshagan bemorlarni shunday og'irini yengil qildingiz. Ko'rgan kechirganlarimiz shu bo'lsin. Bolalarimiz baxtiga biza ham, sizlar ham sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Agar sizga shu kabi ma'lumotlar qiziq, foydali bo'lgan bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Shu orqali bizlar sizlarga urologik kasalliklar to'g'risida oddiy xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Agar ma'lumotlarimiz manfaatli, sizga foydasi tekkan bo'lsa, marhamat, podpiska, like tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin.